Modelimizni sizlarga hozir ko'rsatmasam bo'lmaydi. Sababiki bu modelimizda eng zo'r hitovoy modellarimizdan biri. Ko'pchiligimizga bitta ahamiyat bering. Bordoviy tsvetda stolka varatning razmerlar standart. Cho'mchalari ham bor. Qo'llari tuymachali holatda. Uzunligi ham juda ham yaxshi shimlar bilan kiyganingizda polni orqani yopadi. Sifati ham juda ham yaxshi. Matosi musli. Bunga moslab turib Lion shimimizga keldi. Ranglariga bitta ahamiyat bering. Ranglari ham juda ham yaxshi. Zamochkali tuymachali cho'mchalari bor. Orqa tomonda rezinkasi yo'q. Razmeri L ga Xitoy mahsuloti, matosi Lion. Mana qarang, klyosh teglari kengina turadi. L razmerimizni hop, bir qismini o'lchab beramiz. Turk razmerida 40 bo'ladi, o'zbek razmerida 46 bo'ladi. Mana buni qarang, bitta e'tibor bering. Cho'zilmagan holatda esa 39 sm chiqdi, 39. Biyodro tomoni esa, biyodro tomoni 52 sm chiqdi. Son holatini o'lchab beramiz. Son holati 31 chiqdi. Bu shimimizning razmerlari bor. S, M, L, XL, 2XL razmerlari bor. 1.7, 1.8 chiqdi uzunligi. Rubashkamizdan e'tibor bering. Ko'pchilik shim kiyganimda orqani yopib turadimi? Ko'pchilik savol beradi. Savolingizga javob mana hozir. Uzunligi 69 santimetrda chiqdi. Kengligini hozir o'lchab beraman. Ichidagi futbolkasi ham hibi, yumshoq. Olasiz. Ko'pchilikda yo'q modellar aynan bizning do'konda Lady Boss o'z do'koni har doimgidek xizmatda. Siz bo'lsa izzatda. Bel aylanasi 66 sm chiqdi. Eng yaxshi variantlarimizdan sizga ko'rsatib beryapmiz. Ipodrom O'zbek bozor 4-2-do'kon va 4-13-do'konni shundan so'ng troykalar bilan kutib qolamiz. Eng yaqin o'rtoq jo'natib qo'yib, bitta dona like va bizdan eng yaxshi skidkaga ega bo'ling.